Assalomu alaykum hammaga ertalabdan salom. Bugun 2026-yil 27-iyul hafta kuniga dushanba. Bugun sizlar bilan Navoiy Optim bozorida meva-chevalar narxlarini aytib o'taman. Videoni boshlashimizdan oldin video ostida like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Bu meni yangi videolar chiqarishim uchun yordam beradi. Mana boshladik. Meni kanalim kuzatishda davom eting. Boshlaylik. Olmalar qancha ekan aka? 12 ming. Katta qizil olmalar 12 ming so'm. Faqat Optim narxlarni aytaman. Kerak emas. O'zim qancha ekan aka? Aka, o'zim qancha ekan? Aytdim-ku 9,5 Optim 10, 11. Shaftoli qancha ekan? Shaftoli. Optim. Anjir qanday ekan? Anjir qancha ekan? 18. Optim ya. Shaftoli qancha endi? Olmalar 12. Vasurimiz katta. Olma qancha ekan aka? Mana shuku. Olma qancha ekan aka? 11 ming. Shirin ol. Katta. 11 beramiz. Shirin apa? 11 ming so'm. 8 ming so'm. Shaftoli o'rtachalar. Qizil yaxshi pishganlar 8 ming so'm. Bu kattalar qancha ekan bu? 13 ming. Katta qizillar 13 ming. Olma qancha ekan? 5 ming beraman. 5 ming so'mdan boshlanyapti olmalar. Nok qancha ekan opa? Kichkina nok. Shaftolilar Tugadi. kichkina noklar 10 ming so'm. Uzumlar qancha ekan opa? Qayerdagi uzum? 12 ming so'm, 10 mingdan 9 mingdan boshlanyapti uzumlar. Qiziltepa xatarcha uzumlar. Vodidan ko'ra bu yaxshi. Mana olib keladi tarog'ini. Aka tarog'ini bering. Qarol qancha ekan? Qarol. Kattalar. 12 ming so'm. Qarollar 12. 10 dan boshlanyapti. Uzumlar 9 dan 15 minggacha uzum bor. Optim. Limon qanchadan ekan xola? Limon qancha ekan? Qancha? Optimmi? Limonlar 52. Uzumlar narxini aytdim. Kichkina olmachalar bilamiz. Kichkina olmacha qancha ekan aka? Olmacha. 8,5. Men hozir narxlar hamma joyda aytib ketyapman oldida. Uzum qancha ekan aka? 10 ming so'm. Katta donli uzumlar. Assalomu. Shaftoli qancha ekan? Shaftoli 10 ming. Katta qizil shaftoli 10 ming so'm. Uzum qancha bo'lyapti ekan bu? 9 ming. Qayerdaki bu uzum? Katta qo'rg'onligi uzum. Noklar bilamiz. Nok qancha ekan aka? Nok. Optimmi? Optimni 18 ming so'm. Orqasidan qo'yaver.
Shaftoli qancha ekan? 15, 13. Mana bu shaftoli 15 mi? Mana chiroyli. Shaftoli 15. Hop. Kim olib ketadi? Bananlar karobkaga 410, 420. Marpaga ber turganda shira qo'yib turadi. Hali o'zim savdo qilgan. O'zim savdo qilay. Agar tarom Uzum qanchani olyapsiz aka? Mana uzumni qanchani olyapsiz? 9 ming so'm. 9 ming so'm. 9 mingdan 15 minggacha uzumlar. Banan karobkaga qancha ekan aka? Banan karobkaga. Karobkaga 380 ga bananlar bor ekan. 20 kilomi, 22 kilomi? 20 kilo olish ekan. Yaxshi, arzon sotishyapti. Shaftoli 10 ming, 11. Banan qancha ekan karobkaga? 400 ming so'm. Necha kilo solingan? 22 kilo, 22 yarim. Qatoda. 400 ming so'm. 22. Mayda shaftoli. 8 ming so'm. Mayda, doni mayda uzumlar. 9 ming so'mdan boshlanadi. Uzum qancha ekan? 13. Yaxshi uzumlar 13. Gibrid. Shaftolilar. Shaftoli 10, 12, 13, 15. Katta chiroyliga qarayapti. Olma qancha ekan? Olma 6,5, 7. Mana buni karta uchun ham bering. Ancha 18-20. Uzum qancha ekan? 9 yarim. Qayerda? 9 yarim. 9 yarim uzum. Bundan 9dan boshlanadi uzum. 9 ming so'mdan boshlanadi. Uzum qancha ekan opa? Uzum 12 ming yaxshi. Çok uzun. Do'stlar, men sizlarga hozir akalar, opalar hamma meva chivalarni narxlarini optim narxda aytib o'tdim. Siz bu videolarga like bosing, obuna bo'ling. Men har kun ertalab yangi videolar chiqaraman. Shaftolilar, mayda shaftolilar, oq shaftolilar 8 ming, 10 ming. Katta shaftolilar 10, 13, 15. Uzumlar qancha? Uzum 13 ming. 13 mingga yapti, eshityapsizlar. Katta shaftolilar 15 mingga yapti. Olmishda men 100 olmishmi o'tganiga? 15 ming, 12 ming, 10 ming deyapti. Oq shaftolilar 8 ming, 10 ming. 10 ming. O'zingiz nechta? Uzumlar 9 mingdan 15 minggacha bo'lyapti. Like bosing, obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.